Yo, hammaga salom bolalar. Sizlar bilan bugun Behruz Minecraft. Bugun bolalar Minecraft serverda video olamiz. Qani, let's go. Bugun video olishdan maqsad men comeback qilmoqchiman. Do'stim nimagadir chiqib ketdi. Voy. Do'stim chiqib ketdi. Nimaga chiqib ketdi do'stim? Mayli. Boshladim. Birinchi PvP qilamiz. PvP setlarim kuchaygan. Ko'rishingiz mumkin. Talisman ham bor. Albatta talisman bo'lishi kerak har bir PvP'chida. Lekin uning uchun talisman olishimiz uchun mana bu tokenlar kerak. Token olish uchun pul kerak. Mana endi chestim. Hozir bularning yoniga borib trap qilishadi va o'ldirishadi. Shuning uchun bormay qisayib o'tiramiz. Tushundingizlar degan umiddaman. Birinchida do'stimning kanalida reklama qilishim kerak. Bu ana do'stim ham kirdi. U mana tepa tashadi, qabul qildim. Hozir do'stim kiradi va videoni boshlaymiz. MCG Valla aytganda konkurs ketibdi. Shuning uchun shu video mana shu mening kanalimga obuna bo'lasiz, videoga like bosasiz va kommentariyada xohlagan so'zingizni yozib, men Minecraft serverdagi ismingizni yozib qoldirasiz va men random tanlab olib mana bu talisman sphere degandan bitta beraman, keyin mana bu shavkarning ichida setni beraman. Ana hammaga salom, Behruz jigarimni obunachilari deb yozyapti. Hozir bolalar bunga yozib olayda. Go. Jigar ketdi. Jigar. Ketdi. Trap. Ana. Buni ana. Bergan ber. Ye. Harap bergan. Jigar. Video ketyapti bolalar. Sehrli olmani yeymiz. Mana biz nekam yu deb ko'rinyapti, chunki bu siz degani. Chatga masalan Behruz degansa mana yu bo'lib chiqadi. Chunki nekam Behruz meni do'stim qani.
Do'stim negadir yo'qolib ketdi. O'yindan chiqib ketibdi-yu. Obbo. O'yinga kirishi bilan videoni davom etamiz. Bunaqa qilib so'qiladi videoni. Bo'lib ketmay. Birar ekan bu do'stim. Menimcha hali beri kelmaydi. Ye. Voy. Bor ekan tamam bunda. O'ldirib qo'yishim mumkin bu bolani. Bolalar bu serverda negadir kuchayish juda oson bo'lib ketdi bolalar. Qaranglar, men Shawkerning ichidagi setlarni beraman. Kimdir olib olsa. Do'stim chiqib ketdi. Endi aytgancha do'stimni kanalini reklama qildim. Qaranglar, do'stim kanali YouTube'ga kirib olasizlar. Kirib olganingizlardan keyin esa qidiradigan joyga kuchukcha Begzod Minecraft deb yozasizlar. Mana Begzod Minecraft mana bunaqada. Begzod Minecraft chiziqcha F2 degan ekan. Mana izlasak, mana birinchidan bo'lib chiqib keladi. Endi bitta obunachi bor. Bu yerda har turli Minecraftlar o'ynab video qo'yadi. Mana shortslar ham qo'ygan. Shuning uchun bu do'stimning kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz esa videoni davom ettiramiz. Vallahi hozircha 1 minut. Zaryadkaga qo'yib olaman. Negadir 19:20 FPS bo'lib qolyapti notebook. Shuning uchun haligi do'stimning kanaliga obuna bo'lib, bu kanalga, meni kanalimga ham obuna bo'lgandan keyin videolarga like bosib, keyin ana bu kommentariyaga o'zingizlarni ismingizni yozib qoldirasizlar o'yindagi. Hozircha bu odamlarni tashlaymiz. Meni ovozimni pasaytiramiz. Voy. Ozgina qo'ygandi. Ana ko'rdingizlar bularni. Negadir 15-20 FPS bo'lib qolyapti bolalar. Boshqa video olmasam 320-220 FPS'lar bo'ladi. Unda negadir 10 FPS bo'lyapti.
Çık İsmailjon. Narsa kerak deyapti. Akbaro. Nima qilyapsan? Qilchim. Qilsak bu bo'lmayapti. Nima qilsak bo'ladi? Endi biz mining qilamiz, mining. Ketdi miningga. Birinchi bo'lib almasni olib olamiz. Keyin mana bunaqa narsani olamiz. Boshlaymiz. Kirkamiz o'rda. Bu kirkani do'stim bergandi haligi, mana kuchi. Kirkanning kuchi. Bekzod Minecraft degan do'stim. Bolalar do'stim o'ynagandan keyin bu videoni ikkinchi qismini gapimga javob beraman, olaman. Do'stimsiz video olsam qiziq bo'lmaydi. U mening yaqin do'stim chunki. U boshqa shahardan, men boshqa shahardan tanishib qolganmiz. Zo'r bola. Qarachi do'stimning kanaliga obuna bo'lmagan bot. Tushungansizlar, ha? O'zi mana 43 ta olmos topdik mana. Ularni sotib olsak ham bo'laveradi. Ta olmos topimiz jami. Bu yerda 2 stak edi. Mana. Endi buni bu deb yozamiz va bunga kirib olmoslarni sotamiz. Hozirda mening o'yindagi pulim 400 million 820 ming. Demak 400 million deb qo'ysak ham bo'laveradi. Men videomda comeback qilmoqchi edim va comeback qildim. Do'stlar, bu narsalarni kim berdi desangiz, bu narsalarni mening eng yaqin Bekzod do'stim berdi-da. Videoni boshida aytganimdek, Bekzod do'stim eng zo'ri. Mana buni qaranglar, airship degan narsa bor. Airshipni paydo qiladiganlar 58 ta bor. Uni olish uchun ham pul kerak. Pulni esa ishlab topish kerak va shu yerda video qilish kerak. Va videoni tamom qilamiz. Do'stim kirgandan keyin videoni ikkinchi qismini olamiz. Tushungansizlar? Qani bo'lmasam hammaga xayr. Ikkinchi qismi yoki ertaga chiqadi yoki bugun chiqadi. Bolalar, hammaga xayr. Shu yerda pauza qilaman.